O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasida kelajak liderlari qo'shma qayta tayyorlash ta'lim dasturining rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ushbu loyiha zamonaviy fikrlaydigan, strategik yondashuvga ega va tashabbuskor yosh rahbarlarni tayyorlashni maqsad qiladi. Dastur doirasida ishtirokchilarga davlat boshqaruvining ilg'or usullari, raqamli transformatsiya, liderlik ko'nikmalari va samarali qaror qabul qilish mexanizmlari bo'yicha chuqur bilim va amaliy tajriba berilishi ko'zda tutilgan. Shu bilan birga xalqaro tajribani o'rganish, ekspertlar bilan muloqot va amaliy keyslar asosida tahlil ishlari ham muhim o'rin tutadi. Bu kabi dasturlar orqali davlat xizmatida yangi fikr va yondashuvlarga ega kadrlar zaxirasini shakllantirish, islohotlarni samarali amalga oshirish imkoniyatlari kengayadi. Qayd etish joiz, kelajak liderlari dasturi mamlakatimizda inson kapitali rivojiga qaratilgan keng ko'lamli islohotlarning mantiqiy davomi sifatida baholanmoqda. Ochilish marosimi poytaxtdagi Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasida bo'lib o'tdi. Kelajak liderlari dasturi mamlakatimizda davlat xizmatini takomillashtirish, boshqaruv samaradorligini oshirish hamda istiqbolli kadrlar zaxirasini shakllantirishga xizmat qiladi. Dasturga boshqaruv samaradorligi agentligi tomonidan o'tkazilgan ochiq tanlov natijalariga ko'ra saralangan 50 nafar istiqbolli nomzod qabul qilindi. Ular 5 oy davomida 1080 akademik soatlik intensiv ta'lim dasturida ishtirok etadi. Ta'lim dasturiga davlat organlari, xo'jalik birlashmalari, viloyatlar va Toshkent shahri hokimliklarida faoliyat yuritayotgan yosh mutaxassislar jalb etilgan. Ular zamonaviy texnologiyalar, liderlik va strategik rejalar yo'nalishida bilim oladilar. Dasturning muhim jihatlaridan biri bu uning amaliy yo'naltirilganligi va tinglovchilar vazirlik, hokimiyatlarda 2 oygacha stajirovka o'tishadi va real boshqaruv jarayonlari bilan tanishadi. Eng yaxshi natija ko'rsatgan ishtirokchilar uchun esa xorijiy stajirovkalar ham tashkil etiladi. Tinglovchilar vazirliklar, hududiy ijro organlari va hokimliklarda 2 oygacha stajirovka o'tab, real boshqaruv jarayonlari bilan yaqindan tanishadi. Dastur 5 oyga mo'ljallangan va bu dastur davomida biz 50 nafar yosh mutaxassislar, ya'ni davlatimizni har tizimida ishlayotgan, har xil tashkilotlarda ishlayotgan, turli xil, ya'ni 37 ta yo'nalishda 50 nafar yosh mutaxassislar saralab olindi va biz bugungi kunda o'quv dasturlarimizni boshladik. Bu бағдарлама davomida teqqana o'quv prosesslari emas, amaliyotlarda bo'lib o'tadi. Ya'ni hokimlik ham ministrliklarda amaliyot